Assalomu alaykum. Tojikiston Tajikston از تاجیکستان اومدین کنسرت یلدزبا این نقد میبینیم برای همون اومدیم یلدز عثمان و همه تویای ما به اشتراک میکنن همه ما گوش میکنیم و همه قصال دست میداریم تاجیکستان به میرم همه تویای مهم به طلبگار یلدز عثمان را همه قصال باز گوش میکنیم تا چند تاجیک و اشلاهای تاجیکی دارن که ما نقد گوش میکنیم رقص میکنیم ما ایده نبیرهای مادرم هستیم که تنها فقط برای اشلاهای یلدز عثمان را اصول میکنن. Здравствуйте, мы из Какана приехали. Приехали на концерт Юлдузы Усмановой, мы ее очень любим, семейно, не первый год посещаем. Также мы ее приглашали на наши мероприятия. Я считаю, что это действительно примадонна нашей страны, она замечательная, неповторимая, единственная в своем стиле, в своем роде, я считаю. So welcome to see Yıldız, and she's a very great singer, and we really love her music and her songs. And we will enjoy the show. Thank you very much. Thank you. Yeah, Thank you. Yıldız, very good. Hammaga, ya'ni Yulduz Usmonovani butun muxlislariga har doimgidek konsert doimgidek bomba, bu safar ham bomba. Nima desam ekan, opamga birinchi o'rinda sog'lik, salomatlik tilayman. Doim mana shunaqa kuchli, baquvvat, mehribon bo'lib yurishlarini tilayman. Ilohim sog' salomat bo'lsinlar. Birinchi o'rinda doim turibdilar. Bundan keyin ham hech qachon birinchidan tushmaydilar, tushmasinlar. Mana shunaqa chiroyli gullarga arziydi opam. Ilohim opa, sizni yaxshi ko'raman, sog' salomat bo'ling. Hurmatli Yulduz qizim. Hurmatli Yulduz qizim, men sizga Tojikistonda Alangali salom olib keldim. Biz Tojikistondan mehmon bo'lib sizni konsertingizga keldik. Ilohim ishlaringizga omad bersin, ko'nglingizda nima niyatingiz bo'lsa, Allohim yetkazsin. Ko'nglingizda nima niyatingiz bo'lsa, Allohim yetkazsin. Yulduzjon, biz sizni juda ham sevamiz. Sizni konsertingizga ishtirok etish bizga nasib qilsin, Ilohim Habibim. Qanaqa ko'nglingizda niyatingiz bo'lsa, Allohim ijobat qilsin. Ikki xalqning do'stligi uchun shuncha mana qo'shiqlar. Assalomu alaykum hojonam, yaxshimisiz, tuzimsiz? Qayerdan keldingiz? Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan Karis Most degan joydan keldim. Mana shu Yulduz Usmonovani konsertini juda uzoq yillardan beri orzu qilardim. Alhamdulillah, Robbim Allohga shukrki, shu bugun kunga nasib qilgan ekan. Men keldim, xursandman, mana chiroyli kayfiyatlar bilan ko'rib ketsak, Yulduz xonim sha'niga doim duo o'qiymiz. Kollektiviga, ana ishchilariga, oilasiga doim baxt, saodat, omad tilaymiz bizlar. Necha yildan mas muxlislarisiz? Yulduz Usmonova chiqqan vaqtdan beri muxlis. Qizil olmadan beri muxlis. Qizil olma deb aytgan vaqtda o'ynaganmiz, xop yoshligimda. Meni hozir yoshim 73 ga. Men endi nasib qildi Yulduz Usmonovani juda ham hurmat qilaman. San'atini yaxshi ko'raman. Yulduz Usmonovani san'atiga san'at qo'shilsin, kasbkorga rivoj bersin, doim insonlar xursand qilib yursin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah robbil alamin. Robbim Allohim mana shu xalqni doim o'yin kulgi, dimoqchog'lik bo'lsin, tinchlik, osoyishtalik bo'lib, Yulduz xonimdek primadonna deb tan olingan artistamiz, san'atkorimiz san'atiga san'at qo'shilgan, ovoziga ovoz qo'shilsin. Hech qachon qarimasin. Hamisha yosharib, yana shunday insonlarni doim yaxshi san'ati bilan bahramand qilib yursin. Oilasiga va farzandlariga tinchlik, sog'lik, kasbkoriga rivoj bersin. Yurtimiz tinch, osmonimiz safo bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'lib, Alloh panohida bo'laylik. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin sizlardan.